Xotinjon, men senga pul salonga borasan. Menga pulingiz nima kerak? Sizda pulni oling, toqqa boring, dachaga boring, dam oling. Dugonlaring bilan bor. Menda dugona yo'q, hech qaysi do'stlik qilmagan. Haqiqiy do'stim siz. Xotinjon, sen ko'ylak olib keldim. Menga ko'ylak nima kerak? Mana ko'ylagim bor-ku. Eski-ku. Eskiman, 8-sinfda balli qizlarda olganman, 65 yil kiyaman. Yirtib ketsa-chi? Yirtilib ketsa boshimga pat qo'yib, nayza kamon bilan Topshiraman buni yetib. Xotin, Ha, tug'ilgan kuningga ha, bitta yangi ha? iPhone 17 olib beraymi? Menga iPhone'ingiz nima kerak? Mana miloddan avvalgi 4-asrda chiqqan Nokia telefoni bor-ku, zakkon ishi menga. Zuyuksan chunga. Iloncha igrasini o'ynayman. Zo'rsan shunay. Kir yeyotgandim, cho'ntagingizdan pul chiqdi, oling. Esimga ham yo'q, olib qo'y sanga o'sha. Menga pul kerak emas, o'tinaman, oling, begim. Berxay. Ertayu kech futbol. Undan ko'ra qizlarga kirib like bosing. Yo'q kerak, yo'q. Bosing, xursand bo'lasiz. Bitta gap aytsam xo'p deysizmi? Mayli. Ishonchga boraylik. Yur. Ishonch do'konlarida faqatgina 3 kun, 13, 14, 15 mart kunlari iPhone 17 Pro 18 million 743 ming so'm. iPhone 17 Pro Max 19 million 845 ming so'm. Samsung Galaxy A56 4 million 435 ming so'm. Ana. Samsung Galaxy S25 Ultra 12 million 75 ming so'm. Xiaomi Redmi Note 15 Pro 3 million 221 ming 400 so'm. Bo'ldi, olib beraymi senga? Sizga. O'zimda olaymi? Sizga men olib bo'ldim. Yana bunaqa narx bo'ladimi, yo'qmi? Shunga olib bordim, boplabmanmi? Senga nimadir olib beray? Aslo, hali men narsa oladigan ish qilganim yo'q.